Assalomu alaykum. Hurmatli birodarlar, vatandoshlar. Men 21 yildan beri reumatoidniy poliartrit kasalligi bilan og'rirdim. Mana kavrak mahsulotini 20-martdan beri iste'mol qilaman. Hozir 3-kursini qabul qilyapman. Organizmimda juda yaxshi ijobiy tomonga o'zgarishlar bor. Harakatlarim nihoyatda qiyin edi. Juda chiroyli, oyoqlarim yig'ilib bukilishlari qiyin edi. U holatlar yaxshi bo'lib qoldi. Davlenalarim normallashdi. Juda ham holatim yaxshi, yengil holatdaman. Bu kompaniyada shu dori mahsulotini ishlab chiqarayotgan mutaxassislarga rahmat deyman. Allohdan umidimiz bor. Allohim har bir dardni bergandan keyin sababini izlang degan ajabmas. Xudodan umidimiz bor. Bizga shu kavrak mahsulotini sabab qilib qo'ygan bo'lsa, shu insonlarni bizga sabab qilib qo'ygan bo'lsa, Allohim o'ziga beadad shukrlar bo'lsin.